Hokimiyatga murojaat qildim, endi meni erim bor. Nihoyat 25 yoshida turmushga chiqqan bloger Komila haqida eshitganmisiz? Bir paytlar sahnaga chiqib hazil aralash, menga ham er kerak deb ishora qilgan edi. Er kerak, srochno iloji bormi? Bitta bo'lsin zo'rdan bo'lsin. Men erga tegyapman, meni bir chiroyli qilib qo'ymaysizmi? Ko'pchilik buni kulib qabul qilgan bo'lsa ham, u doimo o'z baxtini topishni orzu qilgan. Komila aktyor Bobur Mansurov bilan turli sahna ko'rinishlarida chiroyli turmush o'rtoq rolini ham ijro etgan. Tomoshabinlar esa ularning juftligini juda yoqtirishgan. Oradan vaqt o'tib, Komila nihoyat o'ziga mos, boy, kelishgan va mehribon turmush o'rtog'ini uchratdi va u bilan baxtli hayot boshlashga qaror qildi. Aytishlaricha, Komila bugun juda yaxshi daromad ham topadi. Hatto bitta Instagram Stories reklamasining narxi taxminan $10 atrofida ekani aytiladi. Reklama postlari esa bundan ham qimmatroq bo'lishi mumkin. Yoshligida u ko'p kasal bo'lgan, hatto ba'zilar uning tuzalishiga ham ishonmagan. Ammo onasining mehribon parvarishi va qo'llab-quvvatlashi bilan u barcha qiyinchiliklarni yengib o'tdi. Bugun esa u millionlab muxlislarga ega mashhur blogerga aylandi. Komila onasiga minnatdorchilik bildirib, unga gullar va hatto uy sovg'a qilgani ham muxlislarni hayratda qoldirdi. Ba'zi muxlislar esa hazil qilib, boy, omadli va kelishgan kelin izlayotganlar bormi deb yozishadi. Ammo Komila bunga kulib, kechikdingiz deb javob qoldirgan. Agar siz ham Komilaning hayoti haqida yana shunday qiziqarli videolarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosishni unutmang. Mani ilk bahorim mani fasling qo'msab giryon yuragim faslingga to'ymoq tilagim vafodorim mani ilk bahorim mani fasling qo'msab giryon yuragim faslingga to'ymoq tilagim